Salom hammaga jigarlar tushimsizlar. Meni ismim Sarko. Bugun sizlarni ko'rib turgandan g'oyatda xursandman. Bugun bir kunlik kunimni ko'rsataman. Kompyuter oldim, Zuhro akam ashim artefakt ko'rib o'tirdim hozir. Birinchi o'rinda polizekinlarni yig'ishtirib olamiz. Xo'p, qilinchni qo'yib qo'yaman. Nimaga kerak o'zi qilinch? Xo'p, birinchi qilib olamiz uyimizdan. Xo'p, mana ularni yig'ishtirib olamiz. Xo'p, tezroq yig'ishtiramiz. Davay yig'ishtiramiz hammasini. O'zi polizekinlarni ham 3 kundan beri yig'ishtirganim yo'q edi. Qishloqlar, ana o'zi qishloqlar ko'rinmayapti chota. Xo'p, bularni olsak, bitta qolib ketibdi u tomonda ham, uni ham olamiz. Xo'p, bularni olamiz. Qishloqlar nimaga ko'rinmayapti o'zi? Nima qilyapti ular? Biron joyga ketib olmabdimi ekan? Ishqilib, agar ular biron joyga ketib olgan bo'lsa, hamma narsa menga qolib ketadi. Qishloqda bir o'zim qolib ketaman, agar o'zim qo'rqaman juda ham. Mana shularni yig'ishtirib oldik. Endi qo'yib chiqamiz bitta. Hop, birinchi sabzini ekamiz. Tezlashamiz. Chota qishloqlar qayergadir ketgan, ko'rinmayapti. Bu tomonga qo'yamiz sabzini. Taxlab, bitta qishloq ko'rinadi u yerda. Hozir uni yoniga borib ko'ramiz. Hoy qishloqi. Hamma qishloqlar qayerga ketdi? Bilmayman. Yo'limga to'sqinlik qilma, qochib ket. Yo'qmayapsan hozir. Bugun qishloqlarga nima bo'ldi o'zi? O'zim ishimni qilsam bo'ldi-da, oyligimni olaman, bo'ldi, yashasam bo'ldi-da. Ularni ishiga nima aralashib. Bularni ham ekib qo'ysak, bularni ham ekib qo'yamiz. Hop, bu tomonga keldik endi, bularni ham ekamiz. Hop, ekamiz bularni ham, ekamiz. Davay, cho'qti chiqdi. Hop. Qo'shnini ham yig'ishtirib qo'yamkan. Hozir qo'shnini qaraychi, qo'shni bo'lsa. Qo'shni, uydamisiz? Qo'shni. Hozir oynadan qaraychi. Oynada ham yo'q uyda. Hamma qishloqlar o'zi qayerga ketdi? Uyga kirib ko'ramiz, mayli, eshigi ochiq ekan. Hop, ketamiz, bo'ldi, kerak emas. Yig'ishtirib qo'yamiz qo'shnimga ham. Baribir qo'shnimiz u ham men yo'q bo'lganimda yig'ishtirib qo'yadi. Baribir qo'shnim bilmayman, g'alatiroq qanaqadir sabzini o'rniga kartoshka ekib qo'yibdi. Bu g'alati shu. Hamma sabzi ekadi, keyin bug'doy ekadi, bo'ldi. Kartoshkani hozir sezon emas-da. Kartoshkani ekib qo'yamiz, bizga farqi yo'q. Uning narsalari bu. Endi buni ekib qo'yamiz. Boshqa qishloqlar qayerga ketdi? Boshqa qishloqlarni ham yig'ilmagan turibdi. 3-4 kundan beri yig'ilmaganlarniki ham. Hop, tepaga chiqib ko'ramiz hozir. Xo'p, tak. Ana bitta bolacha uni ham dadasini yoki oyisini qidirib yuribdi. Bu yerda polizlar yig'ishtirilmagan. Mana yerda o'sha bolacha qornim ham chiqib ketibdi. Hozir yeb olaman biron nima. Xo'p, tushib olamiz, taqir. Kecham tushib olmamchi, uxlashga yotamiz endi. Uyga kirib olamiz. Xo'p. Yum. Yopilmayapti. Eshikni ochib yopib olamiz. Hali kech tushgani yo'q. Narsalarni qo'yib qo'yamiz oldin. Hop, keyin uxlashga yotamiz. Kech ham tushyapti. Hech kim yo'q. Qishloqda hech kim, ana u bola va bitta jitildan boshqa hech kim yo'q qishloqda. Hop, mana bu yerdan olib tashlaymiz. Endi qorong'ida mazza qilib uxlaymiz, dam olamiz endi ertangi kunga. Mazza qilib turdim. Hop. Buni olamiz, sabzidan non olamiz. Yaxshisi, anchadan beri non yeganim yo'q edi, sabzi va kartoshka va bug'doy yeb yurdim. Bug'doy yeb bo'lmaydi-yu endi. Bug'doy yeganim yo'q. Adashib ketdim. Xo'p, qani qishloqlar? 3 kundan beri qishloqlar yo'q, hech qayerda yo'q qishloqlar. Qani ekan, bu qishloqlar ham jonga tegdi. Qayerga yo'q bo'lib ketdi bular? Xo'p, bu tomonlarda emasmikan? Eshik ochiq ekan. Nima?
Bu yerda eshik nima qilyapti? Ana qishloqi. Sarko, bu yoqqa kel. Hozir tushyapman. Eshikni yop. Xo'p, nima qilyapsizlar bu yerda? Mer ham shu yerda ekan. Biz sendan yashirincha o'ynamoqchi edik. Sen o'ynamading. Nima qilibdi? Sizlarga yo'qib ketasizlarmi bir kun, ha? Shuna bunker qurib oldilaringmi? Mer, sen nima qilyapsan? Men ham shunaqa yashab o'lmoqchi edim. Sendan prank qilmoqchi edik senga. Xo'p, prank denglar. Mayli, ko'ramiz hali. Xayr sizlarga. Ana shu qishloqqa aytib qo'y bu yerda ekan deb. Qani ekan u qishloqqa? Voy qishloqi. Nima deysan, Sarko? Короче, ana qishloqlarni topdim. O'zimiz yurgan ekanmiz. Menga prank qilmoqchi ekanmish ular. Keyin bu ekan, mana bu yerdagi ko'rsataman. Mana bu yerda hammasini ovozi chiqyapti. Mana ko'r, bu yoqqa kel. Mana bu yerda ekan. Nima qilyapsan? Bu yoqqa kel. Hozir boraman. Короче, bir kunlik kunam ko'taga kirdi, video ham ko'taga kirdi. Shu bilan videom tugadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men endi artefaktni sekin ko'rib o'tiraman kompyuterimda.